Arab tilida tashdid qoidasi, ya'ni arab tilida lug'atida shaddada yushaddidu, ya'ni tashdid degan fe'l bor. Bir narsani ikkinchi narsa bilan birlashtirib qo'yish, bog'lab qo'yish tashdid deyiladi. Va endi arab tili fonetika qoidasida tashdid qoidasi nima degan savol uchun javobimiz tashdid qoidasi, masalan bir harf kelsa, ana shu harfni ustiga sin harfiga o'xshash kichkina belgini qo'yamiz va ana shu harfni 2 marta talaffuz qilamiz. Masalan, dal harfida tashdid keladigan bo'lsa va dal harfidan oldin biror harf bo'lsa, masalan a bo'lsa, adda degan harfni, adda degan so'zni talaffuz qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, hamza fathali holatda va dal keladi va dalning ustida tashdidi, ya'ni kichkina sin harfini belgisi keladi va undan so'ng dal harfining ustiga fathani qo'yamiz. Va tashdidni birinchisi doimo sukunli va ikkinchisi doimo harakatli bo'ladi. Ya'ni tashdid qo'yilgan harfimiz doimo ikkita hisoblanadi. Birinchisini sukunli o'qishimiz va ikkinchisini harakatli o'qishimiz kerak bo'ladi. Va endi tashdid bilan kelgan harflarda ba'zi sifatlarda o'zgarish bo'ladi. Masalan, qalqalasi bor harflarimiz agar tashdidli keladigan bo'lsa, haqqu holatida talaffuz qilinadi. O'zi aslida qof harfimizni birinchi holati sukunligida haqo, haqo. Endi unga qof harfini zambaligini qo'shamiz. Haqqu, haqqu, haqiqu emas, balki qalqala tushib qolyapti va haqqu shaklida talaffuz qilinyapti. Endi ikkinchi kamayib yo'qolib ketadigan sifatlarimizdan biri bu ham sifati hisoblanadi va ta va kaf harflarida bu yaqqol ko'rinadi. Masalan, at holatida talaffuz qilinardi. Ana endi matta degan so'zimizda hams yo'q. Matta o'zi aslini olganda tashdid kelganligi uchun matta holatida talaffuz qilinishi kerak edi, birinchisi sukunli bo'lganligi uchun. Lekin tashdidning sababidan ana shu ham sifati yo'qolib ketyapti. Matta yoki makka bo'lishi kerak edi, lekin biz hamsini tushirib yuborganimiz uchun makka shaklida talaffuz qilinadi. Va nun va mim harfini oladigan bo'lsak, nun va mim harflari tashdidli keladigan bo'lsa, ikki harakat miqdorida ularni g'unna qilib ushlab turishimiz lozim bo'ladi. Masalan, inna. O'zi aslida qanday talaffuz qilinardi desa, inna. G'unnasi unchalik ko'p bo'lmasdan turib talaffuz qilinishi kerak edi, lekin ikkita nun yoki ikkita mim yonma-yon kelib qolganligi uchun, tashdid bo'lib qolganligi uchun ularni imma holatida talaffuz qilish lozim bo'ladi.